bir joyga janjalga bordik. Hali qiz akasidan ham hijolat bo'lyapti. Akasi aytayaptiki, shu singlimni 10 yoshdan keyin uyda ham kam ko'rganman deydi. Ko'rmaganman hisobda. Shunaqa uyatchan deydi. Shu uyda chevarchiligini qilib, pishirig'ini uyda qilib, Qur'onini o'qib o'tiraveradi deydi. Uy ishlarini ham deydi do'ndirib qo'yadi. Lekin men ham ko'rmaganmansam, dadam ham ko'rmas ekanlar-da, dadam uyatib ko'rinmas ekan. Lekin kirini kirdi, dazmolini dazmolda, ovqatini ovqatda qilib qo'yib, shuni nima qilar ekanda? Shunaqa pokiza deydi. Shu qizni endi ajrim bo'lyapti, janjal boryapmiz. Ko'chdini ham olib kelinadi deb borilyapti. Hali qiz Qur'onni xatm qilgan qiz. Shunaqa pokiza, taqvodor, iboli, hayoli qizda. Biz boryapmiz, bitta xonaga kirdik, pardani orqasida turibdi. Er yonimizda turibdi. Qayna-qaynota hamma o'sha yerda turibdi. Qiz o'sha yerda ham o'zini ko'rsatmayapti-da. Qiz aytayapti: "Meni javobimni bermang. Men ikkinchi nikohni xohlamayman. Mayli meni ustimga nikohlansangiz ham mayli. Mayli agar shu uyda sen loyiq emassan, siz etajga olib chiqib qo'ysangiz ham mayli. Ikkinchiga uylanib uyga olib kelsangiz ham mayli. Lekin meni nikohingizdan qo'yib yubormang." Erdi qarangki, menga bunaqa odmi, sodda qiz kerak emas. Menga shaddod, bitta gapirib, ikkita kulib, qoshini uchiradigan qiz kerak. Sandaqa qiz kerak emas. Qiz yig'layapti. Akasi oxiri aytdi: "Oy, yig'lamang" dedi. "Nimaga yig'laysiz? Siz tengiz emas ekan, bu ham teng emas ekan, bu ham boshqaga. Ayib bizda." Bo'ldi. O'sha yerda ham ko'rinmadda hisobda. Hamma erkaklar chiqib ketdi, ayollar o'zi nima qilishdi? Yo'lda kelyapti, shopir bola aytayapti: "Bu o'rtog'imning singlisi. Uylanaman shunga deganimda onam olib bermaganlar. O'rtoqligi uylaringga sovuqchilik tushadi. Bizda ayib. O'zi bu bizni xonadonga mos edi-yu, bu xonadonga mos emas edi. Ishonsangiz domla, bu qizni men turmushga chiqayotganda yig'laganman. Bir gap aytsam domla turib berasizmi?" dedi. "Nima gap?" desam, "Onamga borib aytaman, shu qizni menga olib bersalar. Bu qiz oila ko'rdi, ro'zg'or ko'rdi. Farzand yo'q, xolos 7 oy yashashibdi" desam, "Nima bo'lsa ham onamni men unataman, siz ham bir nima qilsangiz. Hamma ayli unatib ko'ring, lekin ko'zingizni oching. Ertaga er ko'rgansan deb, ro'zg'or ko'rgansan deb yuziga soladigan bo'lsangiz, bitta sovuqchilikni ko'rdi bu. Endi qaytib buni nima qilmayman." Desam, "Ey qora aka, bu tirik Qur'on-ku bu. Uyingizda yursa Qur'on yuradi-ku" deyapti. Xudo farzand bersa, farzandlaringiz o'z-o'zidan qori bo'ladi-yu, onasi qoriya bo'lsa. Bu ro'yxat o'tkazmagan bu qiz, yodlab o'tkazgan bu qiz. Shuning uchun men onamni unataman deb kirib ketdi. Ertasiga domla bizga keling dedi. Bordik, aya ham, bola ham yig'layapti. "Domla, bizni o'rtamizga turib bering, shu qizni biz kelin qilib olamiz, to'y qilib olamiz." Chunki biz aybdormiz. Chunki men o'g'lim sunma qilganda men unamagan edim. Chunki bizi uyga shunaqa tirik Qur'on kerak edi. Men ham pensiyaga chiqqanman, bir Qur'onga qarashkim keladi deb aytdilar. Kirishdi, iddasi o'tdi, to'y qildi. Hali qiz bana hali xonadonga kelin bo'ldi. Xola aytayapti: 3 oyda Qur'onni ro'yxat o'tkazdim qizim bilan. Akasini bolalari, o'sulini bolalarini Qur'onga tushirishni boshladi. Yaqinda nima qilsam 4 ta farzand ko'rishibdi. Baxt nima ekanda?